Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yangi kanalimizga ham sekin-sekin videolarni qo'yib boryapmiz. Joylab mana endi sekin-sekin o'zim aytganimdek kommunal sohasidagi o'zimiz shaxsiy kommunal sohalarimiz sekin-sekin shu tarmoqlardan ma'lumotlardan olib o'rganyapman. Masalan, kommunal sohadagi mana именно aynan tabiiy gaz da olsak, mana xonadonimdagi tabiiy gazda oldin litsevoy raqamlar edi. Shot raqami hozirgi kunda shot raqam deyiladi. Shu shot raqam ochilgan daftarchani orqasida shartnoma deb, keyin shartnomani shartlari deb yozilgan joyi bor ekan. Mana o'zimning bu shaxsiy uyimni gaz daftarchasi, masalan, birovniki emas, o'zimniki. Shuni hozir aytganimdek kommunal sohalardagi o'zimning shaxsiy ma'lumotlarimni o'rganib, fayl daftarga yozib qo'yaman degan maqsaddagi videolarimga yana shu videolarga qo'shimcha qilib olyapman. Mana buni orqasida shartnoma mavzusi va tomonlarning huquq va majburiyatlari degan yana ko'p nimalari bor ekan, bandlari bor ekan. Endi o'rganib, buni to'liq chiqqandan keyin o'rganib, bu o'zimniki mana shaxsiy mayda harfda yozilgan. Mana hozir bunda o'qiy olmaysizlar, chunki o'ta ham mayda harfda yozilgan ekan. Men o'zim hozir o'qib o'rganib chiqyapman. Bo'lgandan keyin sizlarga o'zim aytaman. O'zimning shaxsiy ma'lumot bazamni boyitish uchun buni o'rganyapman. O'zimga yozib, fayl papkamga qo'shimcha qilib qo'shib qo'yaman. Shu qator bandlari bor ekan. Ta'minotchi va iste'molchi o'rtasidagi majburiyatlar, ta'minotchi majburiyatlari va iste'molchi majburiyatlari degan punktlari bor ekan. Ko'zim tushdi. Endi har bittasini aniq punkt o'rganganimdan keyin o'zim shaxsiy mana shu hisob daftarimni orqasidagi shartnomani o'rganib chiqqandan keyin to'liq yana qisqacharoq qilib videolar qilaman. Ularni yaxshilab o'qib o'rganib chiqqandan keyin ma'lumot olaman o'zimga to'liq. Hamma kuzatib turganlarga katta rahmat.